Assalomu alaykum, Apko Xalqaro buxgalteriya va moliya akademiyasi kuzatuvchilari. Ismim Obidjon. Apko akademiyasida trener sifatida faoliyat yuritaman. Bugungi darsda biz budjetga bo'lak to'lovlar haqida o'rganamiz. Buxgalteriya hisobining milliy standartlarida 44 hisob varag'i budjetga bo'lak to'lovlar summalarini o'zida umumlashtiruvchi hisob varaq hisoblanadi. Demak, 44 hisob varag'imiz budjetga bo'lak to'lovlarni aks ettiradi. Budjetga quyidagi soliqlar misol bo'la oladi. Birinchisi, bu qo'shilgan qiymat solig'i. Ikkinchisi, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i. Uchinchisi, dividend solig'i. Va yana yuridik shaxslar uchun foyda solig'i bor yoki aylanmadan olinadigan soliq. Aylanmadan olinadigan soliq. Va yana biz aksiz solig'ini hamda resurs soliqlarini misol qilsak bo'ladi. Agar korxona shu soliqlarga avvaldan pul o'tkazgan bo'ladigan bo'lsa, unda biz 44 shutining debitida aks ettiramiz. Endi buni misollar yordamida ko'rib chiqamiz. Misol uchun, korxonada jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini korxona soliq agenti sifatida jismoniy shaxslarning daromad solig'ini oldindan budjetga o'tkazganda 44 hisob varag'idan foydalanadi. Bu holatda 44-20 hisob varag'iga 51-10 hisob varag'idan pul o'tkazamiz. Aytaylik, summa 1 million so'm. Budjetga jismoniy shaxslarning daromad solig'i bo'yicha oldindan bo'lak to'lovlarni amalga oshirdik. Endi 44 hisob varag'imiz qachon yopiladi? Ya'ni bu hisob varag'imiz kreditga o'tganda bizda yopilgan hisoblanadi. Uning uchun biz jismoniy shaxslarning daromad solig'i soliq summasini qarzdorlik sifatida hisoblashimiz kerak bo'ladi. Oylik provodkasini beradigan bo'lsak, 67 hisob varag'idan 94-20 hisob varag'iga oylik hisoblandi. Oyligimiz 10 million so'm. Va bundan har bir jismoniy shaxs daromad solig'ini to'laydi. Oylikdan hisoblaymiz 12%. Bu bo'ladi 1 million 200 ming so'm. Va daromad solig'idan ushlab qolinadi bizda jamg'arib boriladigan pensiya badali. Bu oylikning 0,1%, ya'ni 10 ming so'mni tashkil etadi. Endi biz avvaldan budjetga pul o'tkazib qo'yganligimiz uchun 64 hisob varag'i bu bilan hisobga olinadi. Ya'ni sodda qilib aytadigan bo'lsak, bir-biri bilan zachot bo'ladi. 64-20 hisob varag'i 44 hisob varag'i bilan yopilib ketadi. Umumiy bizda hisoblandi 1 million 200 ming so'm. Undan ushlab qolindi NPSga 10 ming so'm va bizda qoladi 1 million 190 ming so'm. Lekin biz oldindan 1 million so'm
o'tkazganligimiz uchun 1 million so'mni hisobga ola olamiz. Qolgan summani esa hisob varag'imizdan to'lab yuboramiz. Ya'ni 190 ming so'm. Va bu yerda biz oldindan to'lov o'tkazgan edik. To'lagan to'lovimiz yopilib ketmoqda. 64 hisob varag'i bilan. Yoki aytaylik, korxona qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi va u budjetga oldindan pul o'tkazmoqchi. Bu holatda ham 44 hisob varag'i bizda paydo bo'ladi. Hisob raqamimizdan 51 hisob varag'idan 44.10 ga oldindan pul o'tkazib qo'ydik. Va bizda qo'shilgan qiymat solig'i paydo bo'ldi. Ya'ni bu qachon paydo bo'ladi? Qachonki korxona tovarlar, mahsulot yoki xizmatlarni realizatsiya qilganda, o'sha holatda bizda qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha qarzdorlik paydo bo'ladi. Misol uchun, korxona tovar sotmoqda. 40.10 ga 90.20 hisob varag'i yordamida 50 million so'mlik tovar sotmoqda va bu tovarimizning sotadigan summamizni ustiga qo'shilgan qiymat solig'i qo'shiladi. Ya'ni hozirgi kunda 12%. 50 million so'mdan paydo bo'ladi 6 million so'm. 6 million so'm bizda qo'shilgan qiymat solig'i paydo bo'ldi. Va buni biz o'z tan narxida, ya'ni sotayotgan tovarimizni tan narxi bo'yicha hisob siyosatiga muvofiq hisobdan chiqarib yuboramiz. Undan keyin endi bizda soliqlar bo'yicha bizda majburiyatimiz bor va avvaldan to'lab qo'ygan summamiz bor. Bu holatda 64.10 hisob varag'i 44.10 hisob varag'i bilan kamayadi 2 million so'mga. Va yetmagan qismini biz budjetga qarzdorlik sifatida 51.10 hisob varag'imizdan to'lab yuboramiz. Yana biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa, bu hisob varaqlardan foydalanayotganimizda uning subshotlari qanday tarzda aks ettiriladi. Misol uchun, qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha avvaldan to'lovni amalga oshirsam 44.10 hisob varag'ini debitida aks ettiraman va xuddi shunga mos ravishda qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha tovarlar yoki xizmatlarni realizatsiya qilgan paytimda 64.10 hisob varag'ini aks ettiraman. Yoki avval ko'rib o'tganimizdek, jismoniy shaxslarning daromad solig'i yoki dividend soliqlar bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirsam va menda to'lov majburiyati paydo bo'ladigan bo'lsa, uni 44.20 hisob varag'ida va unga bo'lgan majburiyat, ya'ni qarzdorlikni 64.20 hisob varag'ida aks ettiraman. Korxonalar uchun, yuridik shaxslar uchun foyda solig'i, ya'ni umum belgilangan soliq va soddalashtirilgan aylanmadan olinadigan soliqlarni 44.30 hisob varag'ida, bunga bo'lgan qarzdorlikni esa 64.30 hisob varag'ida aks ettiraman. Bularni qayerdan ajratib olsam bo'ladi? ADNS dasturi foydalanuvchilari buni bilishadiki, ADNSga kirganimizda hisob varaqlar rejasida har bitta hisob varaqlar bo'yicha o'zi alohida tasniflab berilgan. O'sha tasniflangan hisob varaqlar bo'yicha buxgalteriya hisobimizni yuritadigan bo'lsak, bizda muammo paydo bo'lmaydi. Va yana bu budjet soliqlari va yig'imlar bo'yicha ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasak, Soliq kodeksi bizga yordam beradi. Soliqlar bo'yicha barcha kerakli ma'lumotlarni, soliq to'lovchilari kim, soliq obyekti nima, soliq bazasi qanday aniqlanadi, soliq stavkalari qanday, hisobot va to'lov tartiblari qandayligi haqida batafsil ma'lumotni biz Soliq kodeksidan bilib olishimiz mumkin. Soliq kodeksiga kirganimizda u yerda barcha soliqlarning turlari, soliq to'lovchilari kimligi haqida batafsil berib o'tilgan.